Assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalini kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek men Jamshid Ismatov. Bundan ancha oylar oldin Sharofat xolamizni uyini topshirgandik, bilasizlar. Hozir bugun 8-mart arafasida kelib shu xolamizdan xabar olib bir xursand qilib ketamiz. Baribir endi yolg'iz ayolga qiyin hayot tashlarida kimdir hozir ayoliga eng chiroyli sovg'alarni berib ayolni ko'nglini ko'taradi. Lekin bu xolamizni shunday chiroyli ko'nglini ko'taradigan turmush o'rtoqlari yo'q. Vafot etganlar. Turmush o'rtog'i yo'qligi uchun biz kelib holidan xabar olib turamiz. Ya'ni mana shunday onalarimiz ko'paysin, onalarga mehrni bilashaveraylik. Hozir mana shu xolamizni reaksiyasini sizlarga ko'rsatamiz. Unda 1 2 3 qani ketdik. Mart bugün onajonlar bayrami, boylariga guldasta nima de. Assalomu alaykum onajonim. Yaxshimisiz? Aylanay deydi bu yoqqa. Mazza deysizmi? Mazza qilib yashayapsizmi? Qandaysiz xolajon? Qarang. Hozir aylanay xolani xursand qilib kelyapmiz. Mana endi navbat sizga. Men bejizga aytmayman, aka-ukalar, opa-singillar. Turmush o'rtog'i ancha yillar oldin olamdan o'tib ketib, yolg'iz qizini, farzandini tarbiya qilib kelayotgan Sharofat xolamiz endi hozirgi 8-martda ko'pchilik erkaklarimiz ayollarini tabriklaydi. Iloyim turmush o'rtog'ingizni joylari jannatda, oxirati obod bo'lsin. Mana shu xolamiz shu kungacha shukr qilib yashab kelyapsiz. Mana umralarga borib keldingiz. Butun xalqni mehrini qozongan onasiz. Sizni xalqimiz nomidan va o'zimning nomimdan chin yurakdan bugun o'zimni mana shu ehsonlarim, sovg'alarim siz uchun tabriklayman. Qarsaklar bo'lsa o'sha joyida ozgina deydi-ku. Mana bu gulday har doim ochilib yuring. Mana bu shiringina tort, bu tortday shirin bo'lib. Rahmat. Voy, jonli. Mazza qilyapsizmi? Ahididan mana. Qani? Mana bu aka-ukalar, yana bitta narsa, mana shu tortni ushlab turing-da. Hozir men 1 daqiqa bundan oldin mana shu Sharofat xolamiz mana shu uyda yashagan. Mana hozir bu uy oddiy kladovka bo'lib qoldi. Ya'ni oshxona, kladovka, kerakli narsalarni qo'yadigan joy bo'ladi-ku, shunaqa eski mana shu joyda yashagan. Chunki bu uyda orqa tomoni devori yorilib ketib, ertaga odam ustiga tushib ketsa, bu odamning hayoti xavf ostida bo'lganligi uchun turmush o'rtog'i ancha yil oldin olamdan o'tib ketib, qizi bilan mana shunday qiyin vaziyatda qolib ketganligi uchun bizga murojaat qilib chiqib va ko'ryapsizlar, mana shunday chiroyli uyda sizlar bilan birgalikda qilib mana bugun 8-mart, 8-martni turmush o'rtog'i yo'qligini bildirmagan holatda kelib xolamizni ko'nglini olib ketishga harakat qilyapmiz. Qarang, bahor kelgan. Mana bu yoqda bog'lari bor, chiroyli. Mana bir sigirlari mana bolalabdi. Xudo xolasa o'zini kunini ko'rib qizi bilan mazza qilib yashab ketyapti. U kuni o'tayotganda ham bir xabar olib ketdimi xola? Aylanib ketay xolajon. Men xursand bo'lib qoldim. Bu o'tkinchi dunyo jigarlar. Mana shunday ro'za, Ramazon oylarida bu bayram kimgadir bayramdir, kimgadir bayram emas, lekin bizni yoshligimizdan 8-mart onajonlar bayrami deb miyamizga singdirib kelingan shu narsa bo'lgan. Nima bo'lsa ham aka-ukalar mana shunday imkoniyati cheklangan, qiynalgan, yolg'iz onaxonlarimizni holidan xabar olib, mana shunday ozgina mehr qarang qanday bu onalarimizni xursand qiladi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aylanay, bodlangizga shukr. Bodlangizga shukr. Mana aka-ukalar mana shu uyda yozda qiluvdik. Iyul, avgust oylari, sentyabr oyida topshirib, ana ko'ryapsizlar, sharoitlari qo'limizdan kelgancha mana shunday chiroyli qilib, uylarni qilib ketuvdik sizlar bilan birgalikda mazza qilib
yashayapti hozir. Qizingiz qayerda? Qizingiz qanday? Qizni bugun 8-mart tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kunimi? Bugun tug'ilgan kuni. Shunga ana qilaverdi, aya tug'ilgan kunima tort dedi. Ha, borsang bor dedim. Tort olib kelishga ketdimi? Tortga keldi, tayyor tort kelib qoldi. Mana ko'rdingizmi? Aka-ukalar bugun qizini tug'ilgan kuni ekan. Aya tug'ilgan kunim deb endi qiynalganman, tort yo'q deb qarang, Allohga oson ekan. Biz ham bilmaydi kelishimizni. Chunki surpriz qilib keldim. Agar aytib kelsangiz o'xshamaydi-da. O'sha uchun qarang, mana shu tort qizingizga meni o'zimning nomimdan qizingiz yaxshi ko'rayotgan mevalisidan oldim o'zi ham. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xolajon, bu gulni qo'ying. Biz boshqa payt kelamiz. O'tiradigan kunimiz hali ko'p. Bayramlarda, Navro'zda yo mayli. Bitta duoni qilsangiz, meni boradigan joylarim bor, xolajon. Bugun iftorlikka aytgan, undan keyin bir ikkita ishlarimizni qilishimiz kerak, montajlarimiz bor. Bitta duo qilib qo'ying. Avvalamboram assalomu alaykum. Butun mana shu bizlarda, mana shu Jamshidjonni, o'g'illarimni, bular o'g'illarimni, meni isqir uyga kirgizib ketgan o'g'illarimni, obunachilari, butun dunyo, butun xalq, hammalaringiz borlaringizga shukr deyman. Hammalaringizga assalomu alaykum. Kirib kelgan bayramlaringiz, mana yangilashish, yasharish, Navro'z ayyamam, Ro'zai Ramazon, qo'shaloq. Hammasi qo'shaloq bayram, haqiqatan. Avvalan bizlarda shunday xabar olib ketildi, Jamshidjon, Ro'zai Ramazon oyi nimasi bilan hazram mana bizlarda shod etib bayram bilan quvonch ulashib ketyapti. Avvalamboram hammalaringizni Allohdan so'rab iltijo qilaman. Tanijonlari sog', umrlari ziyoda bo'lsin. Ilohim ishlarida hamisha sog' bo'lib, ishlar o'nglanib yursin. Allohim avvalambor o'z panohida asrasin. Yomon ko'zlardan asrasin. Hamisha sog' bo'lsin, ishlarida yurishib, tinch osoyishta o ishlar o'nglanib, tillarimga xursandchiligimdan chiqmay qolyapti. Ilohim ikki dunyolisini ham Allohim saodatli qilsin. Bu dunyodagi savobli ishlar ista yuribdi. U dunyoda ham mana shu savobli ishlarni ajrini bersin. Amin. Allohu akbar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xursandchiligimdan nima deyishni ham bilmay qoldim. Xolajon, bo'lmasa biz asta qaytamiz inshaalloh. Kirsalaringiz. Endi hayitlarda, Navro'zlarda Xudo xohlasa hali tez kunda yana bir hafta 10 kunda bayramda yana kelamiz.